Do'zaxning dahshatli holati. Qiyomat kuni u qanday keltiriladi? Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh, aziz birodarlar va opa-singillar. Bugun qalblarni larzaga soladigan, insonni chuqur o'yga to'ldiradigan va Allohga qaytishga undaydigan juda muhim mavzu haqida suhbatlashamiz. Bu mavzu dozax. Dozax haqiqiydir. U insonlarni qo'rqitish uchun o'ylab topilgan afsona emas. Qur'oni Karim oyatlari va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sahih hadislari bizni dozaxdan ogohlantirgan. Bu ogohlantirishning maqsadi faqat qo'rqitish emas, balki insonni uyg'otish, tavbaga chaqirish va o'lim kelishidan oldin Parvardigorga qaytarishdir. Chunki inson tirik ekan, tavba qilish imkoniga ega. Ammo o'lim kelgach, dunyoga qaytish imkoniyati tugaydi. Eng buyuk kun qiyomat kunidir. O'sha kuni osmonlar va yer biz tasavvur qila olmaydigan holatga keladi. Har bir inson qilgan barcha amallarni ko'radi. Hech bir yashirin ish Allohdan pinhon qolmaydi. Hech bir so'z, hech bir qarash, hech bir gunoh va hech bir yaxshilik unutib bo'lmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Kim zarracha og'irligida yaxshilik qilsa, uni ko'radi. Kim zarracha og'irligida yomonlik qilsa, uni ko'radi. Zilzol surasi 7 va 8 oyatlar. O'sha kuni insonlar amallariga qarab ajratiladilar. Iymon keltirgan, taqvo qilgan va yaxshi amallar qilgan bandalar Allohning rahmatiga umid qiladilar. Kufr va gunoh yo'lini tanlaganlar esa dahshatli oqibatga duch keladilar. Ammo dozaxga olib borilishdan oldin qiyomat maydonida juda dahshatli manzaralar sodir bo'ladi. Qur'onda dozaxning ovozi haqida ham xabar berilgan. Alloh taolo Furqon surasining 12-oyatida dozax ularni uzoq joydan ko'rganda uning g'azabli ovozi va nafas chiqarishini eshitishlari haqida xabar beradi. Mulk surasining 7-oyatida esa shunday deyiladi. Ular unga tashlanganlarida uning qaynab turgan va dahshatli ovoz chiqarayotganini eshitadilar. Hud surasining 106-oyatida ham baxtsizlar uchun dozaxda zafir va shahiq bo'lishi zikr qilingan. Ya'ni kuchli nafas, ingrash va dahshatli ovozlar. Shuning uchun dozaxning dahshatli ovozi haqida gapirganda Qur'onda kelgan shahiq va zafir kabi so'zlarni asos qilib olishimiz kerak. Ba'zi tafsirlarda shahiq eshakning ovoziga o'xshatilgan, lekin Qur'onning o'zida dozax eshak kabi ovoz chiqaradi degan ibora kelmagan. Diniy mavzularda gapirganda Qur'on va sahih hadislarda kelgan ma'lumotlarni aniq yetkazish juda muhimdir. Endi qiyomat kunida dozaxning olib kelinishini tasavvur qiling. Bu qanday dahshatli manzara bo'ladi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahih Muslimda rivoyat qilingan sahih hadisda dozax qiyomat kuni 70 ming jilov bilan olib kelinishini va har bir jilovni 70 ming farishta tortishini xabar berganlar. 70 ming jilov va har bir jilovda 70 ming farishta. Bu raqamlarning ulug'ligi insonni chuqur o'yga soladi. Biz bugun kichik bir olovning sig'idan qo'rqamiz. Bir necha soniya olovga yaqin tursak ham chidash qiyin. Ammo dozax olovi dunyodagi olovga o'xshamaydi. Sahih hadislarda dunyo olovi dozax olovining bir qismiga ham teng kelmasligi haqida xabarlar kelgan. Shunday ekan, ey inson, o'zingdan so'ra, men o'sha kun uchun nima tayyorladim? Necha marta namozni tark qildim? Necha marta yolg'on gapirdim? Necha marta birovning haqqiga kirdim? Necha marta ota-onamni ranjitdim? Necha marta harom narsalarga qaradim? Necha marta g'iybat qildim? Necha marta gunoh qilib, keyin tavba qildim-u, yana o'sha gunohga qaytdim? Bugun biz ko'p narsalarni unutamiz, ammo Alloh hech narsani unutmaydi. Qiyomat kuni amallar kitobi ochiladi. Inson o'z hayotida qilgan barcha ishlarni ko'radi, hatto o'zi unutgan gunohlarni ham ko'radi. Ba'zi insonlarga amallar kitobi o'ng tomonidan beriladi. Ular bundan xursand bo'ladilar. Ammo ba'zi insonlarga amallar kitobi chap tomonidan yoki orqa tomonidan beriladi. Ular esa dahshatga tushadilar.
Haqqa surasida chap tomonidan kitobi berilgan insonning nadomati tasvirlanadi. U qaniydi menga kitobim berilmaganida edi. Hisob kitobim nima ekanini bilmagan bo'lardim. Qaniydi o'sha birinchi o'lim hammasini tugatganida edi. Mol mulkim menga foyda bermadi. Mening hukmronligim ham mendan ketdi deydi. Keyin unga uni ushlanglar va kishallanglar. So'ngra uni jahannamga kiritinglar. Keyin uni uzunligi 70 tirsak bo'lgan zanjirga soringlar, deyiladi. Bu Haqqa surasining 25-oyatidan 32-oyatigacha bo'lgan oyatlarda kelgan. Bu yerda bir muhim jihatni unutmasligimiz kerak. 70 tirsaklik zanjir Qur'onda aynan o'sha gunohkor insonning azobi sifatida zikr qilingan. Uni barcha jahannam ahliga umumlashtirish to'g'ri emas. Dozaxda turli xil azoblar bor. Qur'onda Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Albatta, bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni dozaxga kiritamiz. Har gal ularning terilari kuyib bitganida, azobni totishlari uchun ularning terilarini boshqa terilarga almashtiramiz. Niso surasi 56-oyat. Bu oyat dozax azobining naqadar dahshatli ekanini ko'rsatadi. Dozaxning taomi ham inson tasavvur qiladigan taomga o'xshamaydi. Qur'onda Zakkum nomli daraxt haqida xabar berilgan. Soffot surasida Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Zakkum daraxti yaxshimi yoki? Albatta biz uni zolimlar uchun sinov qilib qo'ydik. U jahim tubidan chiqadigan daraxtdir. Uning mevalari go'yo shaytonlarning boshlaridir. Ular undan yeydilar va qorinlarini undan to'ldiradilar. So'ngra buning ustiga qaynoq suvdan ichadilar. Keyin ularning qaytadigan joyi yana jahimdir. Soffot surasining 62-oyatidan 70-oyatigacha bo'lgan oyatlarda bu mazmun keladi. Duxon surasida ham zakkum daraxti va qaynoq suv haqida xabar beriladi. Zakkumning mevasi rohat beradigan taom emas. U azobning bir qismidir. G'oshiya surasida esa dozax ahlining taomi sifatida dara zikr qilinadi. U na semirtiradi, na ochlikdan qutqaradi. Ularning ichimligi ham oddiy suv emas. Qur'onda qaynoq suv haqida ko'plab oyatlar kelgan. Haj surasida Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Ularning boshlariga qaynoq suv quyiladi. U bilan qorinlaridagi narsalar va terilari eritiladi. Haj surasining 19-oyatidan 22-oyatigacha bu azoblar zikr qilinadi. Ey aziz birodar va aziz opa-singil, o'sha kuni inson dunyoda orzu qilgan narsalarning hech biri uni qutqara olmasligini tushunadi. Mol dunyo, mansab, uy, mashina, boylik, mashhurlik va ko'plab do'stlar insonni qutqara olmaydi. Agar uning iymoni va solih amali bo'lmasa, dunyodagi boyliklarning hech biri unga foyda bermaydi. O'sha kuni inson hatto o'zining eng yaqinlaridan qochadi. Abasa surasida Alloh taolo shunday marhamat qiladi. O'sha kuni kishi o'z birodaridan, onasi va otasidan, xotini va bolalaridan qochadi. O'sha kuni har bir kishining o'ziga yetarli tashvishi bo'ladi. Bugun esa biz hali imkoniyatga egamiz. Bugun tavba qilish mumkin. Bugun namozga qaytish mumkin. Bugun Qur'on o'qishni boshlash mumkin. Bugun ota-onaning ko'minini olish mumkin. Bugun birovning haqqini qaytarish mumkin. Bugun gunohni tark qilish mumkin. Ammo bir kun keladi. Inson, ey Robbim, meni yana dunyoga qaytar, yaxshi amal qilaman deydi. Lekin unga qaytish imkoniyati berilmaydi. Mo'minun surasida o'lim kelganida ayrim insonlar, Robbim, meni qaytaring. Balki men tark qilgan narsamda yaxshi amal qilarman deb iltijo qilishlari zikr qilingan. Ammo ularga qaytish imkoniyati berilmaydi. Shuning uchun bugungi kunni g'animat bilishimiz kerak. Chunki biz ertangi kunni ko'rishimizga kafolat olmaganmiz. Dozax ahlining yana bir achchiq holati. Ular bir-birlarini ayblaydilar. Har kim o'zini oqlashga harakat qiladi. Shayton esa o'ziga ergashganlardan butunlay voz kechadi. Ibrohim surasida shaytonning qiyomat kuni aytadigan so'zlari zikr qilinadi. U shunday deydi: Men sizlarga hech qanday hokimiyatga ega emas edim. Faqat sizlarni chaqirdim. Siz esa menga javob berdingiz. Endi meni malomat qilmanglar. O'zlaringizni malomat qilinglar. Men sizlarga yordam bera olmayman. Sizlar ham menga yordam bera olmaysizlar. Bu juda katta saboqdir. Bugun shayton gunohni chiroyli qilib ko'rsatadi. Bu faqat bir marta deydi. Hamma shunday qiladi deydi. Keyin tavba qilasan deydi.
ammo qiyomat kuni u seni yolg'iz qoldiradi. Shuning uchun shaytonning vasvasasiga aldanmaslik kerak. Alloh taolo bizni ogohlantirib, shaytonni dushman deb bilishimizni buyurgan. Ammo dozax haqida gapirganda yana bir muhim masalani tushunishimiz kerak. Har bir gunohkor musulmon abadiy dozaxda qoladi deb aytish mumkin emas. Kofirlar haqida Qur'onda abadiy azob haqida ochiq oyatlar bor. Ammo tavhid bilan vafot etgan, gunohkor bo'lgan ayrim musulmonlar Allohning rahmati va u izn bergan shafoat sababli dozaxdan chiqarilishi haqida sahih hadislarda xabar berilgan. Shafoat faqat Allohning izni bilan bo'ladi. Alloh taolo Baqara surasining 255-oyatida shunday marhamat qiladi. Uning huzurida uning iznisiz kim shafoat qila oladi? Demak, hech kim o'zicha shafoat qila olmaydi. Payg'ambarlar, farishtalar va solih bandalarning shafoati ham Allohning izniga bog'liq. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shafaatlari ham Allohning izni bilan bo'ladi. Sahih hadislarda ba'zi gunohkor musulmonlarning dozaxdan chiqarilishi haqida juda katta umid beruvchi xabarlar bor. Ammo bu xabarlarni gunoh qilaveraylik, keyin baribir chiqamiz deb tushunish mutlaqo noto'g'ri. Chunki hech kim o'zining qanday holatda vafot etishini bilmaydi. Hech kim tavba qilishga ulgurishiga kafolat olmagan. Hech kim ertaga tirik bo'lishiga kafolat olmagan. Shuning uchun tavba bugun bo'lish kerak. Namoz bugun bo'lish kerak. Allohga qaytish bugun bo'lish kerak. Ey namozni tark qilgan inson, namozga qayt. Ey haromga qo'l urgan inson, uni tark et. Ey ko'p gunoh qilgan inson, Allohning rahmatidan noumid bo'lma. Alloh taolo Zumar surasining 53-oyatida shunday marhamat qiladi. Ey o'z jonlariga isrof qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Albatta, Alloh barcha gunohlarni mag'firat qiladi. Albatta, u mag'firat qiluvchi va rahimli zotdir. Bu oyat tavba qilishga chaqiradi. Ammo tavba o'lim kelishidan oldin bo'lishi kerak. Endi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan eng hayratlanarli hadislardan biriga e'tibor beraylik. Sahih Muslimda Abdulloh ibn Mas'ud raziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda dozaxdan eng oxirgi chiqadigan va jannatga eng oxirgi kiradigan inson haqida xabar berilgan. U inson dozaxdan chiqadi. U goh yuradi, goh yuztuban yiqiladi, goh esa dozax olovi uning yuzini kuydiradi. U undan qutulib chiqqach, dozaxga qarab, "Meni sendan qutqargan Allohga hamd bo'lsin" degan mazmunda so'z aytadi. Keyin uning oldida bir daraxt ko'rsatiladi. U, "Ey Robbim, meni shu daraxtga yaqinlashtirgin, soyasida panoh topay va suvidan ichay" deb so'raydi. Alloh taolo unga, "Agar sening bu istagingni amalga oshirsam, boshqa narsani ham so'rashing mumkin" deydi. U esa, "Yo'q, ey Robbim, bundan boshqa hech narsa so'ramayman" deb va'da beradi. Alloh uni daraxtga yaqinlashtiradi. Keyin undan ham chiroyliroq boshqa daraxt ko'rinadi. U yana, "Ey Robbim, meni shu daraxtga yaqinlashtirgin" deb so'raydi. Alloh unga yana avvalgi va'dasini eslatadi. U esa yana iltijo qiladi. So'ngra jannat darvozasi oldida undan ham chiroyli daraxt ko'rinadi. U jannat ahlining ovozlarini eshitib, Allohdan jannatga kiritishni so'raydi. Alloh taolo unga shunday ne'mat beradiki, unga butun dunyoning miqdoricha va yana uning 10 barobariga teng ne'matlar beriladi. Bu hadis Allohning rahmati naqadar keng ekanini ko'rsatadi. Lekin bu hadisni noto'g'ri tushunib, "Men xohlagan gunohni qilaman, oxirida baribir jannatga kiraman" deyish juda xavflidir. Chunki sen o'sha oxirgi inson bo'lishingga hech qanday kafolat yo'q. Sen ertaga tavba qilishga ulgurishingni bilmaysan. Sen qanday holatda o'lishingni bilmaysan. Shuning uchun bugun tavba qil. Bugun namoz o'qi. Bugun Qur'on o'qi. Bugun ota-onangning roziligini ol. Bugun birovning haqqini qaytar. Bugun gunohni tark et. Chunki o'lim kelgach, insonning imkoniyati tugaydi. Hasan Basri rahmatullohi alayhiga nisbat berilgan ayrim nasihatlarda ham insonni tavbani kechiktirmaslikka chaqiruvchi kuchli so'zlar keladi. Inson uzoq umr ko'raman deb o'ylaydi. Ammo qancha odam kecha biz bilan edi, bugun esa qabr ostida. Qancha odam ertangi kun uchun reja tuzdi, lekin tongni ko'rmadi.
qancha odam keyin tavba qilaman dedi, ammo keyin unga nasib bo'lmadi. Shuning uchun ey Allohning bandasi, o'zingdan so'ra. Agar bugun mening hayotimdagi oxirgi kun bo'lsa, men tayyormanmi? Agar bugun o'lim farishtasi kelib qolsa, men Robbimning huzuriga qanday yuz bilan boraman? Agar bugun amallar kitobim yopilsa, unda nimalar yozilgan? Namozlarim qayerda? Qur'onim qayerda? Sadaqalarim qayerda? Ota-onamga qilgan yaxshiligim qayerda? Odamlarning haqqini qaytardimmi? Tilim zikr bilan band bo'ldimi yoki g'iybat bilanmi? Ko'zlarim Qur'onga qaradimi yoki haromga qaradimi? Qo'llarim yaxshilik qilishga xizmat qildimi yoki gunohga? Bugun shu savollarni o'zingga ber, chunki ertaga sen savol beruvchi emas, javob beruvchi bo'lasan. Qiyomat kuni insonning oyoqlari qimirlamay turib qoladi. Unga hayoti haqida, ilmi haqida, molini qayerdan topgani va qayerga sarflagani haqida, yoshligini nimaga sarflagani haqida savollar berilishi haqida hadislar kelgan. Shuning uchun yoshligimizni, sog'ligimizni, vaqtimizni va molimizni g'animat bilishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga ko'p nasihatlar qilganlar. Inson ikki ne'matning qadriga ko'p hollarda yetmaydi. Sog'liq va bo'sh vaqt. Bugun sog'lig'ing bor. Bugun vaqt bor. Bugun tiling zikr qila oladi. Bugun ko'zing Qur'on o'qiy oladi. Bugun oyoqlaring masjidga bora oladi. Bugun qo'llaring sadaqa bera oladi. Bugun yuraging tavba qila oladi. Unda nega kechiktiryapsan? Ey aziz birodar, ey aziz opa-singil. Doza haqidagi oyat va hadislarni faqat qo'rqinchli hikoya sifatida tinglamang. Ularni qalbingizga nasihat sifatida qabul qiling. Agar qalbingiz qattiqlashgan bo'lsa, yumshating. Agar Allohdan uzoqlashgan bo'lsangiz, qayting. Agar gunohingiz ko'payib ketgan bo'lsa, tavba qiling. Agar namozingiz sustlashgan bo'lsa, uni tiklang. Agar Qur'onni tark qilgan bo'lsangiz, yana Qur'onni qo'lga oling. Agar ota-onangizni ranjitgan bo'lsangiz, ularning oldiga borib kechirim so'rang. Agar birovning haqqini yegan bo'lsangiz, haqqini qaytaring. Agar kimnidir g'iybat qilgan bo'lsangiz, bu gunohdan tavba qiling va imkon bo'lsa, zarar yetkazgan haqqingizni to'g'rilang. Chunki qiyomat kuni dirham ham, dinor ham foyda bermaydi. U kuni insonning haqiqiy boyligi, iymoni va solih amallaridir. Alloh taolo bizni qiyomat kunida nomai a'molimiz o'ng qo'limizdan beriladigan bandalardan qilsin. Bizni siratdan osonlik bilan o'tkazsin. Bizni o'z rahmati bilan jannatiga kiritib, dozax olovidan saqlasin. Ey Alloh, bizni dozaxga yaqinlashtiradigan barcha gunohlardan uzoq qil. Ey Alloh, qalblarimizni iymonda sobit qil. Ey Alloh, bizni namozni asraydigan bandalaringdan qil. Ey Alloh, Qur'onni qalbimizning nuri qil. Ey Alloh, ota-onalarimizni mag'firat qil. Ey Alloh, bizdan rozi bo'l. Ey Alloh, bizni qiyomat kuni sharmanda qilma. Ey Alloh, nomai a'molimizni o'ng qo'limizdan ber. Ey Alloh, hisobimizni oson qil. Ey Alloh, bizni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning shafaatlariga loyiq bandalardan qil. Ey Alloh, bizni sirotdan salomat o'tkaz. Ey Alloh, bizni jannatul firdavsga kirit. Ey Alloh, bizni do'zax azobidan panohingda saqla. Ey Alloh, tirik musulmonlarni ham, vafot etgan musulmonlarni ham mag'firat qil. Ey Alloh, gunohlarimizni kechir. Ey Alloh, o'limimizni iymon bilan yakunlashni nasib qil. Ey Alloh, bizga o'lim kelishidan oldin chin tavba qilishni nasib qil. Ey Alloh, oxirgi so'zimizni la ilaha illalloh qil. Azizlar, agar bugungacha Allohdan uzoqlashgan bo'lsangiz, hali kech emas. Allohning rahmati keng, ammo o'lim qachon kelishini hech birimiz bilmaymiz. Shuning uchun tavbani ertaga qoldirmaylik. Namozni ertaga qoldirmaylik. Qur'onni ertaga qoldirmaylik. Ota-onamizdan uzr so'rashni ertaga qoldirmaylik. Yaxshilik qilishni ertaga qoldirmaylik. Chunki ertaga bizga va'da qilingan kun emas.
bizga berilgan narsa bugun. Shunday ekan, bugun Allohga qaytaylik. Bugun qalbimizni tozalaylik. Bugun gunohni tark qilaylik. Bugun 2 rakat tavba namozni o'qiylik. Bugun Allohdan mag'firat so'raylik. Bugun chin qalbdan la ilaha illalloh deb aytaylik. La ilaha illalloh. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar Rasululloh. Ey Robbimiz, bizni do'zax olovidan saqla. Ey Robbimiz, bizni qiyomat kuni omon qil. Ey Robbimiz, bizni jannat ahlidan qil. Ey Robbimiz, bizni o'z rahmatingdan mahrum qilma. Amin ya Robbal alamin. Aziz do'stlar, agar videolarimiz sizga manzur bo'layotgan bo'lsa, iltimos kanalimizga obuna bo'ling, videolarga like bosing va ularni boshqalarga ham ulashing. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz faoliyatimizning rivojlanishi va davom etishiga sabab bo'ladi. Keling, barchamiz birgalikda duo qilaylik. Mehribon Parvardigor, musulmonlar safini yanada ko'paytirgin va mustahkam qilgin. Bizlarni doimo haq yo'lida va islom diniga xizmat qilishda sobit qadam etgin. Allohim, barcha musulmonlarni o'zingning panohing va himoyangda asragin. Bemorlarga to'liq shifo ato etgin. Qarzdorlarni qarzidan qutqargin. Farzand kutayotganlarga solih va soliha farzandlar nasib etgin. Musofirlarga omonlik va barcha mu'minlarga halol hamda barakali rizq ato qilgin. Qalblarimizdagi mehr oqibat, birodarlik va muhabbatni ziyoda qilgin. Bizlarni har qanday balo, fitna va musibatlardan asragin. Amin ya Robbal alamin. Kanalimizga obuna bo'lishni va bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin.